Bugun biz Minecraft Bedrock Edition'da Lucky Block One Block o'ynaymiz. Ya'ni Lucky Block va One Block'ning qo'shilmasini o'ynab ko'ramiz. Men buni oldin ham o'ynaganman va bugun sizlar bilan birga o'ynaymiz. Bu videoning qismlari sal ko'proq bo'ladi, qismlarga bo'lib olaman. Va bugun birinchi qism bo'ladi. Birinchi qismdagi maqsadimiz mana bu yerda normal platforma qurish, ba'zani ham qurib qo'ysak bo'ladi, ichkarida sunduqlar bo'ladi. Xo'sh, va bizning eng katta maqsadimiz full olmos zachарованный branya yig'ish kerak bo'ladi. Va qani unda bo'lmasam hammangiz Lucky Blockni ishlash prinsipini bilsangiz kerak. Buni sindirasiz, ichida random narsalar tushadi. Mana bunaqa omadsiz narsalar ham tushishi mumkin. Xo'sh, boshladik. Menimcha buni bu o'zi meni maqsadim. Kerak darroq chala ber. Shunisiga ham rahmat. Mana bular kerak bo'ladi bizga. O'tini bermadi shekilli. Jep. O'ldirib qo'ydim jepni. Bu kerak. Zaharlar shekilli. Buni qo'yib qo'ysak suv yo'qdaydi. Hozir zaharlanishdan o'lib qolsam juda ham yomon bo'ladi. Sal qoldi. Full branya yig'amiz. Full branya. Bu qaysi potion? Nima? Super unlucky potion. Bu unlucky degani omadsiz degani. Omadsiz. Ochib ko'ramiz. Qani, ket. Bekor qildim shekilli shuni. Bilardim o'zim ham bu unluckyligini ismidan. Lekin nimagadir shuni qildim. Mana, o'ldik. Nima ham derdik. O'lib qoldik, ammo hojat yo'q. Keep inventarni yoqib qo'yganman. Bu endi videoni sifati buzilmasligi uchun rol o'ynaydi, chunki agar faqat omadsizliklar bu nima qilganinglar 4 sekund. Hoppa, mana shunaqa g'ilay bo'lib o'tiramiz endi. Yaxshi. Bularni yo'qotmanda platformani davom ettirish uchun yetarli joy bo'lmaydi. Va qo'lni animatsiyasi yo'qolib qolibdi. Bo'lib turadi. Bunaqa modlarda doimo. Va bizda hali mana bunaqa qora Lucky Blocklar juda ham ko'p. Bularning har bittasi yomon. Ulgurmadim. Jenursan. Mana buni qo'ymoqchi. Ish ustiga ish orttiryapman shekilli. Mana. G'alay bo'l va o'tirdi işte. Hozircha shartness 3 bor ekan. Shartness 3 bu yaxshi degan. Mana buni o'ldirish kerak. Kam qoldi. Menimcha tugadik. Bunaqa narsalar bilan vindikatorlar o'ldirish ilojsiz salkam. Mani shitim nima ishlamayapti? Shit boru. O'z vazifasini bajarmayapti. Qanday shit ishlamasligi mumkin? Asamni o'ynayapti bu. Xo'sh, bularni bir qilib yo'qotish kerak. Urmasangchi. Yaxshi. Minus. Yana birozgina
boshidan o'ylayapman, sizlarga botdek ko'rinyapman. Lekin bu yerda boshqa iloji yo'q aslida. Umuman kutmagan narsalarni ko'rsatib tashlayapti-da menga. Xo'sh. Menimcha Lucky hammasi bularni nima deydi? La'natlanganmish. Yo'q. La'natlanmagan. Normalniy. Mana bunisi bor ekan. Mana bu botinka ancha yaxshi. Mana bu ham. Zacharlari yaxshi ekan olmosdan ko'ra. Shu uchun taqib oldim, lekin olmos bilan himoya uchun ancha yaxshiroq. Mana bunda knockback bor va looting bor. Oh my gosh. Nazarit. Are you seriously? Xo'sh, biz charroq qochishimiz kerak. O'lsak ham hech qilmaydi. Va mana shunaqa musor paydo bo'lib qoldi. Qanday yo'qotaman endi men buni? Qandaysiga? Xo'sh, o'tirib qolish kerak. Yomon. Boshqa blok ham. Yo, boshqa blok tashladim. Xo'sh, bizda mana bloklar demoqchidim. Mana bloklar. Men Lucky blokim qayerga ketdi endi? Xo'sh. Qo'ymaymiz. Nima bergan taqdirda ham qilarishni qilib qo'yib bo'ldik. Astagina o'tiramiz. Bo'lsang, kirkam ham yo'q, janursan. Shuncha narsam bor. Bola neziritimiz bor. Probably biza nezirit bilan ham yasay olsak kerak bu video o'zida. Bizga cho'p kerak. Hoppa, oyog'imda yonyapti. Chaqol. Yaxshi. Olmaslik kerak edi. Boshqa blokim ham yo'q edi ammo. Qilish kerak. Просто так tomosha qilib turish kerak. Biroz yana bloklar olamiz. Darrov yopib tashlaymiz, yonishga ulgurmasdan. Qanday sizga buncha tez yonasizlar? Qilyapman. O'zib ketsam kerak. Menimcha sizlarga ko'rishga qiyin bo'lyapti. Nima cho'chimayapti? Nima uchun? Haqqing bor. O'ldim bola. O'ldim. Yo'q, o'lmadim. Blokim ham qolmadi. Lucky blokimni topib qoldim. Qo'ydik va bu oxirgisi edi shekilli. Tugadi, jinnixona tugadi. Yarimtagina jon bilan asta-sekin. Cho'chqachalar. Menga yoqmaysiz. Nima berdi? Zaharli damlamalar.
nimalar tushdi deb o'ylaysiz? Shugina. Xolosmi? Mana bular jonga tegish boshladi o'zi. Qani edi mana bu? Chiqar. Chop. Va sizlarni harom go'shtlaringni tashlab yuboramiz. Ketinglar. Mana qo'y halol. Shunday yeb turamiz. Atak yeb tursak ham bo'ladi. Yo. Mana. Oxiri shunday qo'yiladi. Qiziquvchanlikning. Oh yeah bola. Mana bu endi boshqa gap. Menga yoqadi bu. Mana shu arbalet. Sal kichikroq platformacha qurib olamiz. Bizda yetarlicha taxta bor. Verstakimiz ham bor. Mana buni ketishimiz kerak. Bu sunduqning ichiga men o'zimning narsalarimni solib qo'yaman. Mana eng kerakli narsalarim. Mana bu narsalarni solib qo'ysak ham zarar qilmaydi, chunki inventar juda ham to'lib ketdi. Bo'pti, tursin mana shular. Versakni olib kelaman. Undan oldin esa bitta porqam yasab qo'yay. Shu yerni ustida. Va yana bitta sunduq. Va mana qolgan narsalarni ham joylaymiz. Mana shu qilichim o'zimda tursa bas. Xo'sh, videoni mana shunaqa to'xtatishga majburman. Keyingi qismlarni ko'rish uchun menga atigi ko'p emas, chunki bu birinchi Minecraft videom bo'lgani uchun 50 ta like beringlar, keyingi qism darrov qo'yiladi. Hammaga xayr, obuna bo'lsangiz chiqmaydi.